Yurtdoshlar ko'rib tursa, avtobusimizni ichki holatlarini obzorlarini qilib olib boryapmiz. Haftada 4 marta reyslarimiz bo'lib o'tmoqda. Dushanba, seshanba, payshanba va juma kunlariga to'g'ridan-to'g'ri reyslarimiz Toshkent, Rossiya, Toshkent, Moskva. Ekrondagi nomerlarga telefon qilib, qaysi shaharga ketmoqchisiz, narxi qancha, qaysi soatda, qaysi vaqtda yuradi, bemalol aloqaga chiqib kelishingiz mumkin. Avtobusimizda 53 ta mestamiz, ikkita katta monitorimiz joylashgan, zaryadga qiluvchi portlarimiz, konditsioner, qanaqa возможность удобностьlar bo'lsa, hamma sharoitlarimiz bor aziz vatandoshlar. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Qayerdansiz? Sirdaryodan. Sirdaryodan. Tavsiya qilasizmi akalarga? Albatta. O'z vaqt soatida endi kech qolib keldi, lekin keldi, to'g'rimi? To'g'ri. Qaysi vokzalda o'tiryapsiz? Xo'p. Abu Sahiyda. Abu Sahiy avtovokzalida o'tiryapsiz. Aziz vatandoshlar, bemalol ekrondagi nomerlarga telefon qilib, mestangizni bron qilib kelsangiz bo'ladi. Keling mana. Assalomu alaykum. Aka, joylashib oldinglarmi? Assalomu alaykum. Aka, kamchiliklar bo'lmadimi? Yo'q aka. Yaxshimi? Yaxshi, zo'r. Sharoitlar. Hammasi zo'r. Zaryadga qiluvchi portlar astidinaning o'rtasida bo'ladi aka. Konditsionerlar ishlayapti. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisizlar? Charchamang. Qayerdansiz aka? Buxorodan. Tavsiya qilasizmi buxoroliklarga? Albatta. Kamchiliklar bo'lmadimi aka? Yo'q. Boshqa pul olinmadi? Qaysi vokzalda o'tirdingiz? Shu Abu Sahiy. Bu sahida. Kamchiliklar bo'lmadi akalar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar aka? Charchamang. Tog'a, qalaysiz? Qaysi shaharga ketyapsizlar? Moskva. Moskva. Metro Kateniki. Qayerdasizlar? Andijonda. Andijonlarga tavsiya qilasizmi vodiylar? Albatta zo'r. Zo'rmi? Super. Xudo xolasa. Aziz vatandoshlar, ekrondagi nomerlarga telefon qilib, mestangizni bir kun oldin onlayn tarzda bron qilib qo'yishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.